Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabideki dersimiz devam etiyotdu. Bugünkü bölümde Suyuti Abu Bakr Sıddık bolsa kişilerin şu ümmetke en mehriban, en mulayim kuyumcan birisi idi deydi. Peygamberimizden kalsa. Hem de hadis alimlerden İmam Ahmed Tirmizi rahmetullahi aleyhle Enes İbn Malik radıyallahu anhu rivayet kılıp Enes İbn Malik mu hem demiş Ensari sahabelardan kichikdilarmış 10 yaş vaqtidan tartib Resulullah'a özü hizmet qilishni atıgan, anisi hizmet qilishga ekep bergan. En ko'p hadis rivayet qilgan sahabelarniki biri. Hem shundaqla eng uzun ömür ko'rgan sahabelarni. Bu kishi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam mening ümmetimga eng ko'mchanroq bo'lsa Abu Bakrdir. Allah'ın emir buyruqlarına nispeten en qattiq çın turduğunu bo'lsa Ömer'dir. Ularning hayası haqiqiy samimiy rostchil bo'ldig'ini Osman'dır. Halal haramni en yaxshi bildig'ini Muaz ibn Jabel'dir. Miras ilmiga en mahir ustasi Zayd ibn Sabit'dir. Ularning Qur'onni yaxshi o'qiydig'ini yoki Qur'onni yaxshi tushundig'ini Ubay ibn Ka'b'dir. Her qanday ummatniki bir omonatdor, ishonchli bir odam bo'ladi. Bu Müslüman ümmetinin amanetdar, ishonchli kishisi bo'lsa Abi Ubayda ibn Jarrah'dır deb shunaq degan. Hamda İmam Ebu Ya'la Abdullah ibn Ömer'nin hadisinden bayan kılışça Abdullah ibn Ömer ibn Hattab'nınki oğlu oldu. Hamda ularniki şu hüküm meselelerine, sot meselelerine en ustası mahiri Ali radıyallahu anhu'dur degan. Hamda İmam Deylemi'ninki Musnadul Firdevs namlı kitabıda Şeddad ibn Avs degan kişiden bayan kılışça onu da yana bekrek aşırıp başka bir rivayette Ebu Zer bolsa mening ümmetimning ichidagi eng rostchil, eng zahid edi deydi. Yoki eng samimiysi edi deydi. Abu Darda bolsa mening ümmetimning ichida eng xudoko'y va shundaqla eng taqvosi edi. Abu Sufyan bolsa, nima Muaviyat Abu Sufyan bolsa, Abu Sufyanning o'g'li mening ümmetimning ichidagi eng kengqusoq yoki muloyim, eng sehiy mardlari yoki mard sehroq deb shundaq degan yoki en kengqusoqroq degan. Hamda bizniki ustozimiz bu Suyutining ustozi bo'ldi. Allama Kafiyaji degan odamdan mushu silishtirmalar masalasida savol so'ralibdi. Bu silishtirmalar yuqorqi silishtirmaga zid kelamdi. Masalan, Umar roziyallohu anhu yoki Abu Bakr Siddiq qatorliq silishtirmalar fazilatlarga zid kelamdi desa, bunun hech qanday zidlik yo'q deydi. Masalan, ba'zi bir qism kishilar mutlaq hamma jihatdan yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin bir qism kishilar ma'lum tarafda eng yaxshi, taqvo, eng kuchli yaxshi bo'lishi mumkin. Shunga bunda hech qanday zidlik yo'q. Lekin bu yerda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamma jihatda pishqon, yetarlik fazilat egasidir. Endi tuvandagi bu bo'limda bo'lsa Abu Bakr Sıddık'ni maqtab yoki Abu Bakr Sıddık'ningki qilmishlarini tasdiqlagan oyatlar haqida to'xtalamiz. Suyuti deydi, bilgin deydi. O'quvchi bilgin. Men ba'zi kishilarniki bir qism kishilar haqida Qur'oni Karim tushgan bo'lsa, shunga munosabatli bir kitap yozgan odamlarni ko'rdim. Shunday bir kitoblarni uchratdim. Lekin bu kitap yaxshi yozilmagan yoki to'liq shu mazmunga munosabatli haqqini to'liq ado qilmagan kitoblar ekan. Lekin men bu vaqtda nihoyatda mo'l bo'lgan, nihoyatda inchga to'liq bir o'zlashtirgan bir kitobni yozdim. Lekin men bu yerda Abu Bakr Siddiqqa munosabatli taraflarni ozroq xulosalab o'tay. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o ikkisi g'orda edi. Shu vaqtida o'zining sohibiga qayg'urmag'in, Alloh biz bilan birga degan edi. Alloh taolo shu vaqtida bu yerdagi bir xotirjamlik, ya'ni bir qalbiy huzurlikdan uning tushdi degan oyatdagi, bu qalbiy huzurlik degan so'zi musulmonlar birdak bu qalbiy huzur egisi bu yerdagi Abu Bakr edi deb ijmo kelgan, ittifoq kelgan. Bu vaqtdagi hadislar keyin keladi. Endi İbn Abi Hatim Abdullah ibn Abbas'tan rivayet qilib, Alloh taolaning fa'anzalallohu sakinatahu alayh degandiki, mushu sakinat, yani Alloh tushgan miyadagi qalbiy huzurlik, mushu go'zal, tamkinlik bir qalb egisi kim o degan vaqtida bu Abu Bakrga tushgan deydi bu huzurni, qalbiy huzurlikni. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davomli bir sakinat ahli, davomli Rasulullahning qalbiy huzur ichida, ya'ni qalbiy huzur Allah subhanahu va taolo tarafidan
nimetlendirgen bir kalbi tam, kalbi bütünlük, dili bütünlük bir kamalat egiside o muhtaç emas. Endi İbn Abi Hatim Abdullah ibn Mesud'dan çıkargan bir hadise. Abdullah ibn Mesud mu şu Mekke'deki sahabelardan biri, enayet aciz, zayıf sahabeler. Lekin Kureyş'ten emas bu deyman. Endi Abu Bekri Bilalni Umeyy ibn Halab ve Ubey ibn Halab'dan, akukulardan o navaq altın bilan bir tal to'niq setib olgan ekan, ozod qilib. Shunlar ozod qilibdi Alloh uchun. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo tuvandagi oyatni nozil qilgan, tushirgan dedi. Valleyli iza yaxshadan inna sa'yakum lashatta degichilik bo'lgan mush oyat Abu Bakr Siddiq haqida tushgan, mushular haqida. Chunki Abu Bakrniki Umayyaning va Ubay ibn Halabniki ish harakatlari, qilmishlari xilma-xil o'xshamaydi bir-biriga. Endi İbn Jarir Amir ibn Abdullah ibn Zubayr'dan rivoyat qilgan. Amir ibn Abdullah kim o degan vaqtimizda Amir Abu Bakr Siddiq'ninki nevrisining balasi bo'ladi. Çünkü Abdullah nevrisi de Esma'nın oğlu. Amir Esma'nın nevrisi bo'ldi. Yani bir cemaat bir çoğunda da rivoyat qilyapti-da. Bu yani demek bu ishonchliroq bo'ldi hamda. Bu shundoq degan. Abu Bakr İslamiyet'te burunqi vaqtlarda Mekke'de qul ozod qiladi ekan. Shuna qira ayollarni, mazlum kishilarni musulmon bo'lgan vaqtida ularni setib olib ozod qiladi ekanda, ularning o'rlikini setib olgan. Shuning uchun dadasi Abu Quhafa debdi. Ey o'g'lim, sen nayt aciz, zaif, bechora kishilarni ozod qildi ekansan setib olib. Bu kuchlik, mana qomatlik, sana yordam bera oladigan, seni qo'g'diy oladigan mandaq kishilarni setib olib ozod qilsang bo'lmamdi degan vaqtida Abu Bakr mundaq degan ekan. Ey jinim dada, men Allohning huzuridagi narsani izladim. Dunyolik emas degan ekan. Shuning bilan bu kishi deydi yana shu nevrisi. Mana ba'zi oilamdagi kishilar menga so'zlab berib, tuvandagi mushu oyat cho'ng dadam Abu Bakrda haqida tushgan oyat ekan. Fa amma men a'ta va taqa. Bir narsa beradigan va ham taqvodor deb mushu sifatlar cho'ng dadam haqida tushgan ekan deydi. Mushu oyatning oxirigachilik hamda. Endi İbn Abi Hatim ve Tabrani qatorliq kishilar Urvadan ziyorat rivoyat qilgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lsa 7 qulni ozod qilgan ekan. Hamish musulmon bo'lib Alloh uchun, Alloh deganlik uchun azoblangan, jafo chekayotgan kishilar. Shu vaqtida va sayujannabuhal atqa degan mush oyat tushgan. Buningga tafsiri boshda o'tdi. Ya'ni bu surning oxirigachilik, bu surning oxirigachilik dadam, cho'ng dadam haqida tushgan ekan dedi. Belki ma Urvamu mening nevrisi bo'lishi mumkin. Chunki Abdullah ibn Zubayrniki Urva deydigan bir ukisi bo'lgan. Endi İmam Bezzar Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qilib, Abdullah ibn Zubayr nevrisi hamda Abu Bakr Siddiqniki. Shundoq degan bu oyat va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza degan oyat surning oxirigachilik cho'ng dadam, ya'ni Abu Bakr Siddiq haqida tushgan deydi. Har qanday yaxshilikni ma'lum bir dunyoviy manfaat uchun emas, faqat Allohning rizoligini ko'zlab qildi degan bo'ldi. Tafsirga murojaat qilinglar, tafsirli ma'lumotga ega bo'ldi Alloh. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilinishicha, haqiqatan Abu Bakr ayni vaqtida shu qasmiga qattiq mundoq amal qiladigan, qasmidan yanmaydigan, yoki qasmini buzmaydigan bir odat bor ekanda. Alloh subhanahu va taolo shu qasam kaforatini shu vaqtda tushirgan deydi. Balkim bu hamda Abu Bakrniki shu qiynalmaslik, qo'llash haqida, endi butun ummatga bir manfaat yusidan Abu Bakr sababchi bo'lag'liq demakchida Oyisha bu so'zdan hamda. Endi İmam Bezzar ibn Asakir Usayd ibn Saffondan, bu kishi sahoba ekan. Bu kishi mundaq deydi. Ali ibn Abu Talib shunaq degan: "Vallazi ja'a bil haqq" degan oyatdagi mush haqni ilib keluvchi Muhammaddir va saddaqa bihi, uni tasdiq qilgan deganligi kishi maqsad, buni o'rinlovchi qiluvchi, ya'ni Abu Bakr Siddiqdir degan. Ibn Asakir rivoyat mushta bil haqqi deb kelgan, balki bu Ali radhiyallohu anhuniki qiraat bo'lishi kerak deydi. Buni shu tajvid ilmi bilan shug'ullangan bolalar buning tafsili murojaat qilsanlar yaxshi. Endi İmam Hakim Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilib, tuvandiki vashavirhum fil amri, ularni ishlaringda ularning maslahatini olgin, kengashgin degan oyat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nozil bo'lgan. Shu vaqtida bu Abu Bakr va Umar haqida tushgan, ya'ni demak mushular bilan maslahatlashgan degan maqsad qilingan deb qaragan.
Hamda İbn Abi Hatim İbn Şuzeb degan kişi rivoyat qilib, "Ve limen khafa maqama rabbih cennatan" degan oyat Abu Bakr haqida tushgan dedi. Demak, buniki bir necha yo'llar bor, o'sha hadisniki kelgan mazmunlari. Men buni ham shu oyatlarniki shu sabablari degan kitoblarimda men bayon qilib o'tdim. Bu Suyutuniki Asbabun Nuzul deb bir kitobi bor, kichikroq. Shuni foydalanish tegishlik, shunda foydalansanglar bo'ldi. İmam Tabrani Evset namlı kitabında Abdullah ibn Ömer'den ve Abdullah ibn Abbas'tan bayan qilib, "Ve salihul mu'minin" bu müminlerin yaxshisi degan mazmun bu oyatni kesib ham qisqabdi. Mushundaki yaxshi degan iborat Abu Bakr bilan Umar haqida tushgan, mushular qartilgan demakchi. Hamda Abd ibn Humayd yoki Hamid o'zining tafsir nomli kitobida Mujohid degan kishi rivoyat. Mujohid deganmi katta ayni vaqtdagi mufassir tafsirshunos olimlar. "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy" degan oyat tushgan vaqtida Abu Bakr ya Rasululloh, Alloh senga qanday bir yaxshilikni tushirgan bo'lsa, biz shu yaxshilikqa biz sherikdir, ya'ni o'rtaqdir degan vaqtida shundan huvallazi yusalli alaykum va malaikatahu deb mush oyat keyin tushirilgan. Yani Abu Bakr'ninki ko'ngliga shu o'yga qarta tushgan dedi. Demak, bu yerda Allah ve Allah'ın farishtalari payg'ambarga rahmat o'qiydi deb oyatning beshindaqda. Hamda Abu Bakr agabni deganingizda o Allah sizlarga rahmat o'qiydi va Allohning farishtalari sizlarga rahmat o'qiydi deb. Yani demak, inshaalloh mushu so'z rost bo'lsa, Abu Bakr'ninki mushu payg'ambarning bergan fikri ve telip arkalık bütün ümmetine bir Allah Subhanahu ve Taala bir rahmet okuş tilikemiş o Abu Bakr'ninki sebebiyle boğan demek hem de. İbn Asakir Ali ibn Hüseyin din rivayet kılıp bu ayet Abu Bakr Ömer hakkında düşken ve neza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutakabilin. Onların qalbidagi gen adovatni elib tashlaymiz. Ular o'zaro bir-biriga xushal holatda qarishib, shu taxt karvatlarda bir-biriga qarishib o'ltirdi degan oyat. Mush oyat Abu Bakr Umar haqida tushgan degan qarashmi bor. Ibn Asakir hamda Abdullah ibn Abbas rivoyat qilib Abu Bakr Siddiq haqida "Va wasaynal insana biwalidayhi ihsana" degan oyat "Va'da sidqillazi kanu yu'adun" degan yerchilik tushgan dedi. Bu yana otani g'amxo'rlik qilish haqidagi oyat hamda. Balkim buningda Abu Bakr Siddiqniki ota-onasiga aytib vafodor kuyimchaligi ifodalanib tushgan bo'lishi mumkin, agar mushu mazmun to'g'ri bo'lsa. Hamda Ibn Asakir, Ibn Uyayna degan kishilar rivoyat qilib, Alloh subhanahu va taolo bütün musulmonlarni payg'ambarimiz haqida koyiyotdi, hamma musulmonlarga. Lekin Abu Bakrning o'ziga koyimadi buningda. Çünkü o bu yerki kayışının sırtıda. Andın tövendeki bunu ayetini okugan. Sizler yardım kılmağa vaxtınlarda Allah Subhanahu ve Taala ona yardım kılgan edi. Aynı vaxtıda bulanı Mek müşrikleri edep çıkırıp etken, garda işgaylen birgi boğan. Deb yani bu yerda fakat Abu Bakr'ninki Resulullah bilan bir hicretde emralık qarindoshlik tarafini Allah Taala bu ayet orqali maqtab bizga, yani bütün umum ümmetke musulmonlarga xitob qilib ma'lum bir kayish bor, shuni bildiryapti. Lekin bu kayishda Abu Bakr Siddiq yo'q dedi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.